Agarda Olmazorni eng yaxshi lokatsiyalardan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi, akalar? 2 uy 7 sotix yer maydoniga joylashgan, tayyor, faqatgina fasad ishlari qolgan 4 xonali uchastkamiz srochno sotiladi. Batafsil video davomida birgalikda ko'rib chiqamiz. Video davomida narxi bilan aytib o'taman. Asosiy darvozaxonadan kirish ko'ryapsizlarmi? Ko'cha moshina qo'yish sharoitlari yetarli. Kirganlar shunaqa shinamgina hovlisi, o'rtada katta zeleniy zonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqni ko'ryapsizlarmi? Naveslarni chiroyli qilib qo'shgan ekan. 2 uy 7 sotix yer maydoniga joylashgan 4 ta xona bor. Birinchi xonamiz kattalar uchun yotoqxonasi, bitta katta zal mehmonxona va uni yonginasida kattalar uchun yotoqxonamiz joylashgan bo'ladi, o'zini sanuzuli bilan va bu yoqda yana bitta katta zalni ko'rishimiz mumkin. Kuxnya plus bor, akalar. Bu yoqda alohida umumiy sanuzulni ham ko'rishimiz mumkin. Xonadonimiz polностью yevro remontda. Lokatsiya juda ham zo'r. Olmazor tumani 2-Chimboyda joylashgan bo'ldi, akalar. Shunday katta yo'ldan 100 metrgina kirganda umumiy hisobda 2 uy 7 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor patkulch xonadon, faqatgina fasad ishlari qolgan. 4 xona plus kuxnya bordi. Narxini $110 ming dollarga qo'yamiz. Naqd pul bilan kelsalar kelishadigan joylari bor. Pastda egalar nomeri